Umumiy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlariga tegishli yer uchastkasi va bino inshootlariga tutash bo'lgan davlat organlariga doimiy foydalanish huquqi asosida ajratilgan yer maydonlari bo'sh turgan holatlarda ushbu hududdan ijara huquqi asosida foydalanish tartibi belgilandi va endilikda ushbu ijara huquqi asosida foydalanish mumkin. Vazirlar Mahkamasining 478-sonli 2025-yildagi qaror bilan tasdiqlangan nizomga muvofiq yuqoridagi, ya'ni umumiy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlariga tegishli bino va yer uchastkalariga tutash bo'lgan hududlar bo'sh turgan va davlat foydalanishdagi yer maydonlari, bino inshootlar bo'ladigan bo'lsa, ushbu hududlardan ijara huquqi asosida foydalanish mumkin bo'ladi va bunda asosiy qoidalardan biri yer uchastkasi yoki bino inshoot tadbirkorlik subyektiga tegishli bo'lgan taqdirda, ya'ni ularning tutash bo'lishi yoki 5 metrdan oraliq masofasi uzoq bo'lmasligi shartligi belgilab berilgan. Ya'ni bu holatda bo'sh turgan obyektlarni ijaraga olish masalasi bo'yicha tadbirkorlik subyektlari ariza bilan yozma yoki elektron shaklda murojaat qilishi, ya'ni murojaat o'sha obyekt, bo'sh turgan obyekt aynan qaysi davlat organiga tegishli bo'ladigan bo'lsa, o'sha organlarga yozma shaklda yoki elektron shaklda ariza bilan murojaat qiladi. Bunda faqatgina sog'liqni saqlash, ta'lim va maktabgacha ta'lim faoliyatiga tegishli bo'lgan yer uchastkalari va bino inshootlar bundan mustasno hisoblanadi. Ariza yuborilgandan so'ng 5 kun muddat ichida vakolatli shu davlat organi arizani 5 kun ichida qabul qiladi yoki rad qiladi. Qabul qiladigan bo'lsa, bu holatda soliq organidan elektron shaklda ijara shartnomasi rasmiylashtiriladi. Agar rad etiladigan bo'lsa, rad etish asoslarini ko'rsatgan holatda asoslantirilgan tartibda rad qilish mumkin bo'ladi. Ariza rad qilingan taqdirda ham kamchiliklarni bartaraf etgan holatda qaytadan arizani topshirish mumkin bo'ladi va ijara shartnomasi agarda tuziladigan bo'lsa, ijara shartnomasi 1 yil muddatga tuziladi va uni keyinchalik uzaytirish mumkin bo'ladi. Agarda ushbu foydalanish davomida ushbu bo'sh turgan hududdan davlat organi foydalanish zarurati vujudga keladigan bo'lsa, tadbirkorlik subyektini ogohlantirgan holatda 15 kunlik muddat beriladi va 15 kunlik muddatdan so'ng ushbu hududni bo'shatish lozim bo'ladi. Ijara shartnomasiga keladigan bo'lsa, ijara shartnomasining narxlari yer solig'iga tenglashtirilgan ravishda hisoblanib undiriladi. Bunda faqatgina yer solig'iga qo'llanilgan imtiyozlar hisoblanmaydi. Ijara shartnomasi tuzilgandan so'ng tadbirkorlik subyekti tomonidan ushbu obyekt, bo'sh turgan obyektdan foydalanish mumkin bo'ladi va ushbu obyektdan foydalanish davomida yengil turdagi konstruksiyalarni o'rnatish orqali faoliyat ko'rsatish mumkin bo'ladi. Endi faoliyat ko'rsatishning ham alohida ba'zi bir shartlari bor. Ushbu shartlarga rioya qilish lozim bo'ladi. Ya'ni tadbirkorlik subyekti uchun alohida talablar belgilangan, o'sha talablarga rioya qilish lozim bo'ladi. Va bundan tashqari, agarda ariza topshirilgandan so'ng rad etiladigan bo'lsa, o'sha rad etilganligi to'g'risidagi aniq asoslar keltirilishi shart va shu asoslar bartaraf etilgandan so'ng qaytadan ariza topshirish mumkin bo'ladi. Agarda sizga ham xuddi shu va shunga o'xshagan fuqarolik yoki iqtisodiy masalalar bo'yicha yoki boshqa huquqiy nizolar bo'yicha yuridik yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin bo'ladi.